IGSM servis saytidan qanaqa bir ro'yxatdan o'tamiz. Ko'rayotganinglardek, registratsiya bo'limi mavjud ushbu oynada va yana shu o'rinda bitta narsani aytaman. Bu yerda tezkor support xizmati, ya'ni nimadir muammo bo'lsa yozsanglar javob olasizlar. Keyingisi ushbu kanalda, Telegram kanali ustiga bossanglar, kanalga o'tasizlar. Demak, hozir bizga eng birinchi qiladigan ishimiz, ya'ni bu buyurtmalarni bajarish uchun ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda userlarni, ya'ni sizlarning nickname'inglarni, masalan, isminglarni yozsanglar ham bo'ladi va parolinglar. Parol kiritasizlar, ismingiz, familiyangiz, elektron pochtangiz aniq yozilsin, telefon raqamingiz aniq yozilsin va country, yashash joyingiz. Masalan, O'zbekiston bo'lsa, O'zbekiston bosasiz. Va bu yerda pul birligi, обязательно O'zbekistonda bo'lsangiz, UZSni bosasiz, ya'ni O'zbekiston so'm birligini. UZSda bu sizga qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun UZSni bosasiz. Va til. Qaysi til qulay bo'lsa, shuni qilasizlar. Masalan, tilinglarni tanladinglar va bu yerda "Men Robert emasman" degan himoyadan o'tasizlar va mana shu tugmani bosasizlar. Bosganinglardan keyin ro'yxatdan o'tasizlar. Ro'yxatdan o'tgandan keyin faollashtirish uchun pochtangizga saytdan link boradi. O'sha linkka ustiga bossanglar faollashtiriladi. To'liq faol bo'lish uchun, ya'ni mana shu xizmatlar ko'rinishi uchun tezkor bo'limdan yoki Telegram kanal yoki adminlar orqali bu yerga useringlarni, ya'ni palon pochta raqaminglar, ism familiyanglarni va meni hisobimni faollashtirib bering deb yozsanglar, sizlarga adminlar ko'ra faollashtirib beriladi va saytdan to'laqonli foydalanish huquqiga ega bo'lasizlar.